Ko'pchilik klientlarimiz bizdan emulsion ustidan aboy yopishtirib bo'ladimi deb so'rashadi. Bo'ladi. Biz aboy yopishtirib qo'yamiz mana bu yerdan bir chekkadan. Bu byudjetniy variant hisoblanadi. Sababi ancha bo'lgan bu yerda remontni kim tarafdan qilib ketgan, bu biz qilmaganmiz, aniq. Lekin emulsiyasi yaxshi. Devor trishinalari ketgan edi. Xonadon egalari yana bittasi jit qilib bo'yaymiz deganlarda, men garantiya bermadim. Ertaga yana o'sha mikro trishina berish ehtimoli katta bo'ladi. Uning uchun maxsus emulsiya uradigan bo'lsak, uni texnikasi bor, u texnologiya bo'yicha qiladigan bo'lsak, bu xonadon egalariga ancha qimmatga tushib ketardi. Byudjetniy variant so'rashdi. Byudjetniy variant mana shu aboyni. Byudjetniy variant so'ragan tanishlaringizga mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Kimga ma'qul kelayotgan bo'lsa, plyus belgini qoldirib ketinglar, yoqmagan bo'lsa, minus belgini qoldirib ketsanglar, manfaatli bo'ladi. Biz o'zimiz ishimizni ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, kamchiliklari bo'lsa to'g'rilab chiqardik. Lekin stiklari ancha yaxshi kelgan. Marakani stili Xitoyda ishlab chiqarilgan. Aboylar bir chekkadan kursida bo'ladi. Stik umuman yo'q. Aboyimiz tayyor. Aboy yaxshi aboyligi uchun mana devorni oqartirish hojat qolmadi. Agar misol uchun boshqacha rang bo'lsa, ko'k, yashil bo'lgan bo'lsa, oqartirish kerak обязательно, bo'lmasa bu aboy tagida chiqib qoladi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar.